Sirdaryo viloyati Xovosdagi obyektimizni yakunladi. Qurib bitta baho beraylik. Oldi qismlari metall cherpitsa master model bo'lgan. Tepa qismlari profnastil bo'lgan. 0.45 mokriy matvi TMZ tepasi bo'lgan. Pasti rossiyskiy bo'lgan. Tamam, juda katta ajoyib chiqdi. Sifatiga bitta e'tibor berib qo'ying. Shuruplar, liniyalari, korpus kuchlar. Juda ham go'zal holatda bitta. Siliflarni ham ko'ring. Har doimgidek tomga chiqqani xot. Xoba ham aylanadi. Shuruplarni ko'ring. Choklari, liniyalari. Bu profnastilimiz 9 metr uzunligida tushgan, 9 metrdan chokini tagiga yo'toqligini nisbatiga tonnobcha qo'yib yuborganmiz chokini tagiga. Mana shu chok tagida tonnobchasi bor. Ikkitadan yo'l bostirmaganmizda tagiga tonnob qo'yib yuborganmiz. Bir-biriga bo'silib, havo o'tmasdan chirishi ham kam bo'ladi. Suv yurishi ham yaxshi bo'ladi. Mabodo chakka o'tsa, chakka o'tmaydi-yu, cherpitsa zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa sifatli darajada bitirib beramiz. Tom ichlari, tom pastlari ham juda go'zal holatda bitgan. Kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani esdan chiqarmanglar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Konvertimiz oldiga shunaqa yechim qilib berganmiz. Gaykani oldiga. Tom ichini ham ko'ring, bitta o'qinglar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, tom ichidan ko'rinishi. Skoplarni qoqib yetib bo'ldi. Ko'ring, kommentariyada fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Skoplarni ko'ring. Shomolmi shunday bo'lar ekan deydi. Simlargacha tortib berganmiz. Tomon rosa katta gigant tom bo'ldi. Hop, ko'pchilik bizdan shuni razmerini so'raydi.
Oldi qo'shi 70 chiqqan bo'lsa, 70 orqaga ham qo'chirganmiz. Biri 40 bo'ladi. Bu nulimizdan tepaga 2 metr. Burusimiz tepasigacha 2.10. Noldan bo'ladi. Hech qachon mana pastdan to'sindan olinmaydi 2 metrni. Nulimizdan olinadi. Shunda chiqaveradi razmerimiz. Tumkamiz uzunligi 2.20 tushgan. Hamma tomonini ideal qilib bitiraveramiz. Har doimgidek straplimizni cho'kilari juda go'zal holatda chiqqan. Hammasi idealniy bo'lgan. Hop, shu joyimiz lombos holat 700 kvadrat chiqdi. Tunikamiz 1450 kvadrat tunikaga ketdi. Biz ham mehnatiga 1450 kvadratga olamiz. Har bir kvadratiga 230 ming so'mdan pul ketadi. 1400 kvadratga 230 ming so'mdan chiqarib olaverasizlar. Shunda hisobini chiqadi. Strapillan turishini ko'ringlar. Hammasi cho'kini olib kesilgan. Hammasi mana. 99% hammasini cho'kini olingan. Odatda bunaqa kashalini bermasdi u. Bu kashalini ham berib qo'yardi, sababini qildi, chunki shamol juda qattiq bo'lar ekan bu yerda. Simlarni ham hech qayda bermaganmiz hali shu paytgacha. Bu yerda simlargacha o'sib qo'ydi u. Hop, boya aytib o'tganimdek cho'kki tagidan tonnobcha quvib yuborganmiz dedim. Mana tonnobimiz bo'ladi. Ikkita dombog'i ichiga kiradi, 1.7 cm dan ko'tarilib. Shu ketishda dalish pastgacha tushadi. Hamma cho'kimizda bor. Ikkita cho'k bostirgandan shu variant ancha yaxshi. Ustakalar ham ko'p kuzatishadi. Ustakalar kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Hop, bunaqachasiga 6 metr to'sin tushgani sababli 20 ga 5 lestova qo'yganmiz. Qonidan ham har ehtimolga qarshi ko'ndalangiga bitta tashlab yuborganmiz. Bog'lab qo'yganmiz. Mustahkamligini oshiradi. Ustunimiz baland tushgan, uzun tushgan sababli qonidan ham bitta tor tortib yuborganmiz, bel berib olmasligi uchun. Qolganlarda yo'q. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, tomni pastidan ko'rinishi. Ko'ringlar-chi.
Yevro karnizlarga e'tibor beringlar. Yevro karnizlarning choklariga, sliflarning choklariga e'tibor beringlar. Toshga latov bo'lgan. Chirpitsamizdagi shuruplarga qarang akalar. Shuruplari ham hammasi shagini tagidan, birorta shurup joydan qotmagan. Ishning sifatini shu shuruplarga, oddiy shurupiga qarab turib bilib olsang ham bo'ladi ish sifatini. Birorta adashib ham qo'ytirilmagan unaqa shurup. Ana hammasi shagi tagidan kelgan. Ish sifati shundoq ma'lum. Yumaloqlari ham o'ta ideal bo'lgan. Yo'q shuruplar ko'rdinglarmi akalar? Bu yoqlarda ham. Bu yerga vodostoyka xizmatlarini ham qilib berganmiz. Tom kattaligi uchun ozgina ko'proq bo'ldi vodostoyka. Uy egalari shuni xohladilar.